pul baxt olib keladimi deyishadi-yu. Kelinimdan qo'rqmaysizmi ish qilib? Savol, qarz kimlarga berilmaydi? 25 yildan beri do'st bo'lib, mana shunaqa munosabatlarga sog'lik tushmaslik siri nimada o'zi? Dilmurod aka, ko'p tadbirkor, yoshi katta insonlar osh qilishadi. O'zi nima uchun aynan osh, boshqa ovqat emas? Osh endi milliy ovqatimiz. Erkak kishi baribir hech bo'lmasa 3 ta yaxshi erkaklar ko'proq quvvat bo'ladigan yaxshi ovqatlarni qilishni bilish kerak. Siz qachon o'rgangansiz osh qilishni? To'g'risini aytsam, men yaqinda o'rganganman. Endi bu 5-6 osh qilishim bo'lsa kerak. Xudo xolasa yaxshisi kerak. Ko'ramiz. Lekin bu Dubayda, bu plyajda bu ikkinchi osh qilishimiz o'zi. Ha, bu yerda oldin ham osh qilgansizlar. Ha, oldin qilganmiz. Bu qozon o'choqlarni hammasini Toshkentdan olib kelganmiz o'zimiz. Lekin bu yo'ni mahsulotlarini ham qilsa unaqa o'xshamaydi. Shuning uchun go'sht, guruch, hamma oshga kerakli bo'lgan mahsulotlarni hammasini Toshkentdan olib kelganmiz. Mazasini o'zimizniki qilishga harakat qilamiz. Jo'q. Bitta osh qilish uchun qaranglar, o'rtoqlar, shuncha mahsulotlarni Toshkentdan olib kelib turib, mana shu joyda osh qilinyapti. Qoyil ekan. Bu menimcha oshni o'zimizning milliylikni hurmati, milliy ovqatimizni hurmati bo'lsa kerak. O'zimizga ham qaysi davlatdan mehmon kelsa, hammasini birinchi o'rinda osh bilan siylaymiz. Mana bu yerda ham mana atrofda shuncha har xil millatli insonlar bor. Osh pishgandan keyin balki proba qilishga, tatib ko'rishga beramiz, bahosini ham ko'ramiz. Xudo xolasa osh pishsa beramiz, fikrlarni ham aytishadi. Dilmurod aka, bitta savol. Qarz kimlarga berilmaydi? Qarzmi? Ha. Menimcha o'ylantiradigan savol berdim u. Bu juda qiyin savol. Qarz bersangiz kimgadir uni esdan chiqaradigan darajada bergan yaxshi deb o'ylayman. Yaqin o'rtoqlaringizga, tanishlaringizga bersangiz, o'sha puldan voz kechib berganingiz yaxshiroq. Chunki u pul berganingizdan keyin o'rtog'ingizni yoki tanishingizni yo'qotishingiz mumkin. Yo'qotmayman desangiz, o'sha puldan voz kechgan holatda, o'sha pul men uchun yo'q deb berganingiz yaxshiroq. Shunaqa holatlar bo'lganmi? Qarz berib turib, to'g'risini aytaman, men yaqin o'rtoqlarim bilan men hisob kitobni hech qachon qilmayman, даже yozmayman ham. O'zlari uchun yozib yurishi mumkin, lekin eng yaqinlarim bilan hech qachon hisob kitob qilmayman. Ha. Men qanchadir pul berdim, esdan chiqaraman shu narsani. Ertaga bu narsa orada qanaqadir sovuqchilik tushmasligi uchun. Sovuqchilik pul bor joyda baribir sovuqchilik bo'ladi. Shuning uchun esdan chiqarib berish kerak. Agar uzoqroq odam bo'lsa, agar atmashinani buzilishiga tayyor bo'lsangiz, bering. Pul baxt olib keladimi deyishadi-yu. Ko'pchilik endi aytgan, o'shanga sizning fikringiz qanaqa? Endi bunga hamma har xil javob beradi. Hammaning o'zining fikri bor. Endi pul, boylik bu ham bitta omil, lekin o'zi baxt tushunchasi shunaqa narsaki, har bitta odam intilgan ishiga, orzu qilgan ishiga yetishganda o'sha baxt his qiladi odam. O'shanda baxtga erishiladi. Pul ham bu oddiy bir o'shanga olib boruvchi bir omil. Lekin hamma narsani pul hal qiladi deb o'ylamayman. Masalan, oddiy mana biz o'rtoqlar bilan niyat qilgandik, shu Dubayda osh qilamiz deb. Mana shu yerga keldik, shu osh qilyapmiz. O'shanga erishishimiz o'zi bitta baxt. Ha. Oddiy odamlarda ham shunaqa narsa bo'ladi. Kimdir yillar davomida pul yig'ib mashina olishni orzu qiladi. Ya'ni 5 yil, 10 yillab yig'ib shu mashinani olgan paytda o'sha baxt his qiladi. Yosh bolani ko'rsangiz, oddiy bir shokolad yegiz keladi. O'sha narsani magazindan olib bermaganingizcha orqangizdan harqasha qilib yuradi, keyin olib bergan paytingiz o'sha baxtsan bo'ladi. Endi kimdirda puli bor, kimdirda yo'q, katta millionerlar bor, boshqalar bor. Ularni sal boshqacharoq. Oddiy odamlarda oddiy narsa uchun ham shu narsani his qiladi. Baxt oddiylikda deydi-yu. Demak, mana shu ekan, ma'nosi.
Endi Shunaqa tushundim bo'lsa o'shani kerak. ma'nosini. O'sha kelib o'rtoqlarimiz bilan plan qilganmiz va hozir qilyapmiz-desiz. Ilhom aka keling. Kadrga kelavering. O'zi bo'lsa ham mayli sochingiz. Ilhom aka bilan 25 yildan beri do'stmiz deysiz, to'g'rimi? Ilhom bilan biza 2005-2006-yildan 20 yildan oshgan, 25 yilga yaqin 25 yildan beri. kursdosh bo'lganmiz. Yo, bu yerda savol bor, Dilmurod aka. Aha. 25 yildan beri, 20 yildan beri do'st bo'lib, mana shunaqa munosabatlarga sog'lik tushmaslik siri nimada o'zi? To'g'risini aytsam, Bir-birimiz xarakterimizga zo'rg'a chidaganimizda. Nimaga? ya men mana shu fursatdan foydalanib rahmat aytib qo'ymoqchiman. Meni xarakterim ozroq og'ir. Lekin mana shu o'rtog'im meni jahlim chiqsa yoki asabiylashib turgan paytlarimda menga gapirmaydi. O'zini bosadi, ketdi. Men jahlimdan tushganimdan keyin kelib yana beg'ubor quchoqlashib, ko'rishib ketaveradi, esdan chiqib ketadi sirasi. Ko'pchilik bolalarimizda masalan 1-2 marta ko'rishib uzoqga davom etmagan. Lekin Ilhomjon bilan mana 25 yilga yaqin o'rtoqmiz. Bu o'zi Dubayda ham 3-4 yilda ishladi. Ancha hamma joylarini biladi. Bu yerga Ko'p olib kelgan bizani. O'tgan safar ham Ilhomjon o'zi osh qilib bergandi. Bu safar men va'da berdim. Qani kimni kishirini bu chiqargan ko'ramiz. Yo, qoyil. Bunaqa o'rtoqlar hammaga nasib qilsin deb qolaman. O'zimga ham. O'rtoqlarim bor shunaqa bitta-ikkita 20 yillik bo'lmaganda hali. Bizga ham nasib Biz qilsa. bitta biznesda emasmiz. Balki Asosiy o'shanchun ham uzoq yillar. Yana bitta hazil narsani aytib qo'yaman. Xotinlarimiz bir-birini tanishmagan ko'p yillar davomida. Sovchilik tushmagan o'shanchun. Hozirgi kunda tanishadimi? Hozirgi kunda tanishadi. Unda ehtiyot bo'linglar. Lekin uch tomoniga ham qoyil qo'yganman. Meni ayolim ham, ayoli ham boshqalar bilan tanishtirganda unchalik bo'lmagan, lekin bir-biriga shunaqangi xarakteri bittada tushgan. Ular ham qadrdon olib ketishgan hozirgi kunda. Bola chaqa bilan bordi keldimiz. O'zi 5-6 yildan beri aktivni. Güzel. Ko'z tegmasin. Shifasi bir kun o'tmasdan kechqurun yozadi. Hojim qayerdasan, kelasanmi? O'sha kunning o'zida. O'sha kunni o'zida. Biz hozir Agar bir kun o'tib ketib qolsa, xabarmisan hali ham deb baribir yozadi. Toshkentda gap moda bo'ldi-yu, shepim. Ha. O'zi o'shani 15-20 yil oldin bizdan chiqqan birimizga shepim, hojim Hojim qilib. Ya qoyil.